Uy, boz ekan. 50 ming so'mning kami var deydi. 50 so'm chiqdimi qardidan? Bormi mana? O'g'ling do'st so'm. WhatsAppga qo'yib meni qo'shib. 50 ming so'm ekan. Boz. Jetib qoldi aka. Boz ekan. 2 oyda tuvatdi deydi. 65 ming so'm. Qo'shing ham. Kechi. 65 ming so'm. 55 ming so'm ekan. Boz. Boz ekan, jaqinda tuvatdi deydi. Qashqasini tartma, chiroyli. Qashqasini tartayin shu. 50 ming so'm ekan. Umar 50 ming so'm ekan. Boz. Bugungi bozor mana shunday ekan do'stlar. Uylardan bahası 50 mingdan jo'g'ori ekan. Ondan arzon bahada uyni ko'rib o'dim. O'zingizlar ko'rib olganday. Uylar 50 ming so'mdan jo'g'ori. Biroq sağ uydagi bozorga kirib eptir. Torpog'i var uylar yo'q. Deyirlik. Bütele boz uylar kelgan.